Assalomu alaykum kurs qatnashchilari. 3-darsimiz vebinarini boshlaymiz. Savol javobini ovozim ishlayotgan bo'lsa, xabar qoldiringlar. Darsni boshlaymiz. Telegram chatga yozsanglar ham mayli. Men ovoz borayotgan bilib olay, keyin boshlayman xotirjam. Bittasiga anaqa javob berishim kerakmi hozir? Kim gapirmoqchi bo'lsa. Ovoz bor. Xo'p, ovoz boryapti ekan. Xo'p, boshlaymiz. Xo'p, bugungi mavzuyimiz agar video darslik ko'rgan bo'lsanglar, asosiy vositalar va moddiy aktivlar hisobi to'g'risida gaplashamiz bugun. YouTube'dagi qo'ygan videoyimizni tagida mavzusi o'tgan safargi mavzu qolib ketibdi. Xafa bo'lmaysizlar, texnik nosozliklar, texnik kelishmovchiliklar orqali eski dars mavzusi yozilib qolgan. Xo'p, bugungi mavzuyimiz asosiy vositalar va moddiy aktivlar hisobi. Qisqacha aytib o'taman, balki shu bo'yicha ekan savol javobga o'tamiz. Bu mavzuyimizda asosiy vositalar, ya'ni korxonani faoliyatida ishtirok etadigan, 1 yildan uzoq muddatga faoliyatda ishtirok etadigan asosiy vositalar va ularni hisobini olish, shotlarda yuritilishi, eski hisoblanishi, kirib kelishi, chiqimi to'g'risida videoda ko'rsatib o'tganman. Qachon hisobga olamiz? Shu to'g'risida batafsil aytib o'tganman. Bundan tashqari gruppamizga darslikni PDF variantini ham tashlab qo'ydim. Asosiy vositalarimiz barcha hisob-kitob yuritilishi, kirib kelishdan chiqib ketishgacha bo'lgan jarayon barchasi buxgalteriya hisobining standartlari 5-sonli standart bo'yicha amalga oshiriladi. Va albatta soliq kodeksiga va shunga taalluqli bo'lgan buxgalteriya qonunlari to'g'risiga asoslangan holda amalga oshiriladi. Videoni ko'rgan bo'lsanglar, savol javobni boshlaymiz. Gapirgandan ko'ra ko'proq savollarga o'tsak, ko'pchilik bilmagan narsalarni bilib olgani sal foydaliroq deb o'ylayman. Savol berishinglar mumkin bo'ladi. Chatga yozsanglar ham mayli, savolinglarni chatdan o'qib ham javob berib ketaveraman. Tinglovchilarimiz asosiy vosita hisobi bo'yicha savollar bo'lsa berishlar mumkin. Xo'p, bir kishimizda savol bor ekan. Eshitamiz. Savol berishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men foyda solig'ida ko'rsatdi-ku, bu asosiy vositalarning eskirish qiymati. Solig'ida topshirishdi. O'shanda har choriyda biz ko'rsatamizmi yoki yillikda bir marta ko'rsatiladimi eskirish qiymati? Bu yillikda, faqat yillikda ko'rsatiladi. Foyda soliq hisobini shu asosiy vositalarning eskirish to'g'risidagi qismida to'liq ma'lumot ko'rsatib yoritib o'tish kerak asosiy vosita to'g'risida. Shu yerda hisoblangan eskirish summasi sizni balansingizdagi asosiy vositalarning eskirish summasiga to'g'ri kelishi kerak. Bu faqat yillik отчетda ko'rsatiladi.
choraklarda shart emas. Yillik отчетda bo'ldi. Nimalarda ko'rsatmaymiz, mana bu 3-chorak, 2-chorakliklarda umuman ko'rsatmaymiz uni. Yo'q, ularda faqat eskirish jami summasini ko'rsatib qo'yiladi xolos ikkinchi ilovasida. Asosiy vositalarni turlari bo'yicha ko'rsatish shart emas. Bo'ldi, rahmat kattakon. Xo'p, sog' bo'ling. Vebinarimizni videosini olyapmiz. Imkon qadar tugagandan keyin buni ham gruppaga joylaymiz. Qatnasha olmay qolganlar qayta ko'rishi mumkin bo'ladi. Vebinardan keyingi tug'ilgan savollarimizni ham yozib qo'yishlari mumkin bo'ladi, javob beramiz. Bo'ladi, bemalol savol berishingiz mumkin. Og'zaki aytsangiz ham mayli, SMS yozsangiz ham mayli chatga. Yana bitta savolim bor edi. Bizda buxgalterlar ko'p alishganda, ADNSimiz to'g'ri yuritilmagan. Hamma har xil yuritib ketgan, ADNSimiz u balanslar bizda osilib yotibdi, qizarib yotibdi, har xil bo'lib yotibdi-da. Masalan, hozir o'zim yuritmoqchi edim, Keeping platformasini sotib olsam-da, keyin shu qolgan oyidan yuritib keta olamanmi yoki yil boshidan yuritishim to'g'ri keladimi? Savolingizni tushundim. Barcha uchun foydali bo'lgan oson variantini aytaman. Hop, buxgalteriyani yuritish, yilni o'rtasidan olib ketish juda ham qanday noto'g'ri desa ham bo'ladi. Albatta yilni boshidan boshlash kerak. Hozir olmoqchi bo'lsangiz, yilni boshidan 25-yil yanvar, 1-yanvardan boshlab kiritib ketganingiz ma'qul. Yo'l o'rtasidan boshlab ketish, yil o'rtasidan boshlab ketish faqat yangi tashlabganlar uchun qulay bo'ladi, qolganlar uchun to'g'ri kelmaydi. Sababi birinchidan sizni debitor kreditorlaringiz to'g'risidagi arxiv ma'lumotlar kerak bo'lib qolishi mumkin. Ishchilarga beriladigan ma'lumotlardagi kamida 1 yillik ma'lumot kerak bo'lib qolishi mumkin bo'ladi, ishchilaringizga beradigan ish haqi ma'lumotlaringiz. Shuning uchun 1 yillik kamida 1 yillik arxiv qo'yganingiz yaxshi. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Savol kelyapti, yana eshitamiz. Minnatdorchilik bildiryapti. Rahmat. Barchaga foydali bo'lgan bo'lsa, bundan xursandmiz. Manfaatli bo'ldi deb hisoblaymiz. Bundan keyin darslarimizda aktiv qatnashishingizni kutib qolamiz. Tinglovchilarimiz hali oz, lekin oz bo'lsa ham savol borlar savol berishlari mumkin. Mana shundan foydalanib men ko'proq ma'lumot berishni istayman. Asosan sizlar o'zingizlar qiziqqan joyga ko'proq urg'u berganim yaxshiroq. Shuning uchun savolga qarab javob berganim tinchroq. Bir chekkadan hamma bilgan narsani gapirganimdan ko'ra kerakli ma'lumotni aytganim yaxshiroq.
Hop, savol kelyapti. Darsdan tashqari savol bersak ham bo'ladimi? Mayli, bera qoling. Yana bir narsa aytib o'taman, tinglovchilarimiz, kurs qatnashchilari, har 3 dars yoki 5 darsdan keyin kichik test o'tkazamiz imkon qadar. Shu testda ishtirok etganlar, yaxshi javob berganlar, ya'ni shu kursimizni yakunlanguncha aktiv qatnashganlar uchun yaxshi yangiligimiz bor. Darsimiz yakuni bo'yicha oxirida yana bir imtihon qilamiz, kichkina bo'lsa ham, ya'ni qanchalik o'zlashtirganligi to'g'risida. Yaxshi javob berganlar uchun bizga murojaat qilayotgan, onlayn buxgalter so'rayotganlarga shu mana shu aktiv qatnashgan o'quvchilarimizga, kursda qatnashgan o'quvchilarimizga tavsiya qilamiz. Onlayn buxgalteriyasini kelishib olsa, ishlab olishlari mumkin bo'ladi bemalol. Uydan chiqmasdan bemalol o'tirgan holatda onlayn buxgalteriyasini yuritadigan yangi klientlar bizga murojaat qilib qolganda, mana shu birinchi aktivlarimizga tavsiya qilamiz. Barqarorlik reytingimiz 58 ball, 35 ballga tushib ketgan. Shuni kimdan aniqlashtirsam bo'ladi? Agar may uch soliqdagi ballingizni aytayotgan bo'lsangiz, may uch soliqda o'sha reytingning ustiga bosganingizda, u yerda o'z mezoni bor. Har bir mezon bo'yicha ball berilgan. O'sha ballarda qaysi ballingiz bo'yicha minus ball berilgan, qaysi ballga ball berilmagan, mana shulardan qarab turib, o'zida shu yerda qanday to'g'rilash kerak to'g'risida tavsiyalar berilgan. Mana shu amallarni bajarsangiz, ballaringiz ko'tariladi. MCZ qurilish firmasi buxgalterligini yuritmoqchiman. Shu haqida ma'lumotni bera olasizmi? Qanaqa ish faoliyati bor? Javob uchun oldin rahmat. Xo'p. Qurilish firmasini buxgalteriyasini yuritsangiz bo'ladi bemalol. Ularda asosan hisob yuritish, agar rostdan ham katta qurilishlar qilayotgan bo'lsa, uy qurilishlar qilayotgan bo'lsa, ularni faoliyatida asosan davriy hisob bo'yicha yuradi. Davriy hisob yuritish ham qiyin emas. Ma'lum mahsulotlar barchasi qabul qilinganda to'g'ridan-to'g'ri mahsulot tannarxiga boradi. Hisobot davri yakuni bo'yicha qoldiq ostatgani hisoblab, qolgan orasidagi farqini tannarx hisobiga olib boradi. Asosiy qismi, ko'proq qismi xizmat sifatida ketadi. Mahsulotlar bo'yicha ombor yuritishingiz mana kepingda osongina tayyor, qulay qilib berilganmiz, foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Qo'rqadigan, qiynaladigan joyingiz yo'q, bemalol foydalansangiz bo'ladi. Barcha buxgalter uchun aytaman, bir ish boshlashda qila olamanmi yo'qmi degan xayol bilan yurgandan ko'ra urinib ko'rganingiz yaxshiroq. Uchinchi dars uncha tushunmayapman. Siz bergan darsdan tashqari nimalardan foydalanib dars qilsam bo'ladi? Xo'p, Zebo tinglovchimiz. Agar buxgalteriyada demak yangisiz buxgalteriyaga tushunmayotgan bo'lsangiz, sizga birinchi o'rinda nolman debdilar. Xo'p, buxgalteriyani noldan turib boshlab olishlarga mana bu biz ko'rsatgan 2 oylik darsimiz biroz kamlik qilishi mumkin. Bo'sh vaqtingizda birinchi o'rinda aytaman, buxgalteriya hisoblik standartlarida ham juda ham mavzuni juda ham ko'p yoritib yuborgan. Sizga qiziq bo'lgan joylarni topib olishingiz uchun ko'p vaqt sarf qilib qo'yasiz. Shuning uchun qisqaroq variantda o'rganishingiz uchun sizga nima qilsam bo'lar ekan? Xo'p, bunday qilamiz. Mana shu buxgalter noldan boshlayotganlar mana shu bizning kursimizda bo'lsa,
noldan boshlayotganlar uchun qaysi adabiyotlardan foydalanish kerak, qanday darslardan foydalanish kerak to'g'risidagi o'zimdagi adabiyotlardan jamlanma qilib gruppaga tashlayman. Bir chekkadan ko'rib chiqasizlar. Ya'ni o'sha noldan boshlang'ich buxgalteriya tushunchaga ega bo'lgan dastlabki buxgalterlar qatoriga o'tib olgungacha bo'lgan davrlar uchun kerak bo'ladigan barcha adabiyotlarni, amallarni, qiladigan ishlar bo'yicha, masalalar bo'yicha barchasini jamlab tashlab beraman. Mana shu noldan boshlayotgan buxgalterlarimiz bir ko'rib chiqishlari kerak bo'ladi. Mana shu gruppaga tashlab beraman, ko'rib chiqasiz. Xo'p, yana bir savol kelyapti. Xo'p, yana bir kishimiz savol bermoqchilar. Eshitamiz, gapirishingiz mumkin. Savol berishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bizani korxonamiz MCH'da xizmat ko'rsatish. Hop. Xizmat ko'rsatish faoliyati NDSga anaqa majburiy o'tganimiz aprel oyida o'tganmiz. Endi may oyidan hisobotini topshirishni boshlaganman. Kameralkaga tushganda, kameralkada 2024-yil uchun ham qarzdorlik chiqarib beryapti-da. O'shani biz mana shu o'tganmiz deb ularga anaqasi bor-ku, nima edi oti, guvohnomasi. O'shani taqdim qilib ko'rsatsam ham, ularni o'zi ham shu narsani hal qilib bera olmayapti-da. Uni nima qilib bartaraf qilsam bo'ladi? Xo'p, o'sha kameralka, sizni kameralkangiz qaysi soliq bo'yicha chiqdi kameralka? NDS bo'yichami? NDS bo'yicha. Ha. Xat bilan chiqdingizmi? Xat bilan chiqsangiz, menimcha olib tashlashlari kerak. Xatam yozdim ularga, shu qarzdorlik to'g'risida, shu may oyida o'tganimiz to'g'risida ularga chiqarib berilgan, men uchun berilgan guvohnomasigacha keltirib berdim-da. Bu haligacha javob kelmayapti, bartaraf qilinmayapti. Как endi direktor meni tekshirib, "Bu seni aybing" deyapti-da. U meni aybim emas-da, misol uchun. To'g'rimi? To'g'ri. Endi bunday qilasiz. Xo'p, siz soliqqa yozgan xatlaringizni ijrosini u yerda 1 oy deb qo'yib qo'ygan bo'ladi, adashmasam. O'sha agar o'sha 1 oydan o'tib ketgan bo'lsa, hali rostdan ham qaramagan bo'ladi. 1 oy o'tmagan bo'lsa, ularni ijro vaqtida turibdi u xatlar. Ijro vaqti kelganda albatta ko'rishadi. Agar uni kutmasangiz, kutmaganingiz ma'qulroq, xat yuborib qo'ygan bo'lsangiz, soliqda bunaqa xuddi shu tartibdagi qilinadigan ishlar ularda nima desa bo'ladi, qiyin ish emas. Bitta galochkani qo'yib boshqa hisoblab yuborsa bo'ldi, bo'lgan narsa bo'lishi kerak. Shuning uchun xat yozgan xatingizni bo'yicha o'sha shahar soliqqa telefon qilib, kameralka bo'limiga tushib, o'zingizga tegishli bo'lgan kameral inspektorga telefon qilib aytsangiz, buni bir minutda hal qilib beradi. Unaqa cho'zmaydi. Faqat xatingiz turibdi. Inspektorga ham aytdim. Telefon qilib inspektorga ham aytdim. Inspektorga ham aytdim-da, keyin endi menda misol uchun deylik, mana bu yillik hisobiga ana daromad solig'idan 12.000 so'mga raznica o'ynagan-da. Endi 12.000 so'm katta summa emas. Narastayishida ozgina sal xato ketgan bo'lishim anaqa. O'shani aytdim men. Uni aytdiki, keyin hozir siz men bu daromadnikini to'g'irlab turing, uni keyin hal qilamiz dedi. Uni keyin hal qilamiz deganiga xudo xolasa bir 2 haftadan o'tdi. Xatingiz muddati kelmadimi? Xatingiz muddati, ijro muddati? O'sha tugagan. 1 oy bo'ldi javob. 1 oydan oshdi xat berganimga. O'sha shahar hal qilib bermayapti-da, o'shanga nima qilishga hayronman. Hozir direktor aytadiki, 10 kun ichida to'g'irlab qo'ymasangiz, как бы siz oyligingizdan men olib qolaman deyapti. O'tda meni aybim yo'q, shtrafga tushgan joyim yo'q, misol uchun. Xo'p. Endi kameralka bo'limiga bog'landingizmi shahar soliqqa?
Da, bog'landim, inspektorimizga bog'landim. Yo'q, sizga bog'langan inspektor kameral tekshiruvchi inspektor bo'lmasligi mumkin-da. Kameral bo'yicha alohida bo'lim bor. O'sha yerdagilar shug'ullanishadi-da. Kameralkada ishlayman dedi-ku. Faqat endi hozir mana endi o'tganlar shahardan ishlaydi-ku avtomatik. Shunday, ha, shunday. O'sha yerga telefon qildim-da, telefon qilsam aytishdiki, hozir deyishdi. O'sha misol uchun kameralka alohida, anaqa alohida o'tirmayapti. Bitta odam shug'ullanyapti. O'sha o'zinglarni inspektoringlar shug'ullanadi deb. O'zini nimasi bor-ku, nima edi, razdeli bor-u, nechinchi nima deydi, o'rin, mana anaqasi bor, sifrasi. Ha. O'shani anaqasiga o'sha odamning nomerini berishdi-da menga. Men o'sha odam bilan gaplashdim. U ham как бы tipi xalq bermayapti. Unda kimgadir boshqaga murojaat qilishim kerak-ku. Xuddi shunday. Agar xalq bo'lmayotgan bo'lsa, agar siz shahar soliq, ya'ni Toshkent shahrida bo'lmasangiz, Toshkent shahrida bo'lganlarga endi shahar soliqqa borishlariga to'g'ri keladi. Shu tepasida turib qildirish kerak. Shaharda, Toshkent shahrida men Yashnobod tumani, Mirobod tumanida joylashgan deb joy. Shahar soliqqa kirib ko'ring. Chunki bu muammo sizni rahbaringiz sizga qaratganligi uchun oxiriga yetibgani sizga yaxshiroq. Shahar soliqi o'ziga kiringda, o'sha kamera bo'limiga chiqib tepasida tursangiz qilib beradi. Bu anaqa hal qilmaydigan muammo emas-da. Hozir shunday, sizlarga emas, 2024 ekan uning ustiga. Birinchidan, ikkinchidan bu hal bo'lmaydigan muammo emas. Ularda o'sha programmasida aytyapman-ku, bitta knopka bosib qayta hisob kitob qiladigan narsa xolos. Agar bunday ham hal bo'lmaydigan bo'lsa, qo'mitaga xat bilan chiqasiz. Qo'mitaga yozasiz, qo'mita albatta ularga tegishli bo'lgan ijrochiga xat bilan chiqib, to'g'rilab berish to'g'risida buyruq berishadi. Rahmat katta. Sog' bo'ling. Xo'p, sog' bo'ling. Bizda ham shu muammo. Yana bir savol kelyapti, eshitamiz. Assalomu alaykum. Soliq to'lovlari bo'yicha ham dars bo'ladimi? Bo'ladi. Kreditor qarzlar bo'yicha mavzumizga o'tganimizda soliq to'lov bo'yicha va boshqa kreditorlar bo'yicha to'lovlarimiz bo'yicha gaplashamiz, chuqurroq ma'lumot beraman. Asosiy vositani kirma va foydalanish protkalarini ham aytib o'ting. Asosiy vositalarning kirma va foydalanish protkalari. Xo'p. Videomizda aytib o'tdim, yana bir takrorlayman. Asosiy vositalarimizni o'zi asli asosiy vosita deyishimizni deb ajratib olishimiz uchun cheklov qo'yilgan, ya'ni ta'rif berilgan. Foydalanish muddati 1 yildan uzoq bo'lishi kerak. Ikkinchisi narxi eng kam oylik shaqining 50 baravardan yuqori bo'lishi kerak. Ikkita shartni bajarsa asosiy vosita deb hisoblaymiz. Ba'zilari 1 yildan uzoq muddat foydalangan yoki narxi past bo'lgan asosiy vositalarimiz ham bo'lishi mumkin. Ikkalasidan bittasini bajargan asosiy vositalarimiz ham bor. Lekin asosiy shart shu ikkalasini bajargan bo'lishi kerak. Sababi ya'ni o'zini qiymatini asta-sekin eskirish hisobiga mahsulot standart tannarxiga o'tkazadigan qiymatliklarni asosiy vosita deb hisoblaymiz. Kirib kelish jarayoni turlari bo'yicha aytdim. Hisob faktura orqali sotib olganda, lizingga olganda, o'zi
qurib bitkazganda, ta'sis tomonidan berilganda, shu kabi yo'nalishlar bo'lganda korxonaga foydalanishga qabul qilinadi. Albatta buning uchun o'sha o'z tegishli hujjatlari bo'lishi kerak, asosli bo'lishi kerak va oxirida o'sha rahbar tomonidan chiqarilgan asos vositaga qabul qilish to'g'risidagi buyrug'i bilan asos vositaga qabul qilamiz. Kirim qilinayotganda beriladigan provodkalarni aytgandan ko'ra ekranda ko'rsating, ya'ni kepingda ko'rinishini aytaman hozir. Qanday ko'rinishda bo'ladi? Hozir ekran qanday ko'rsatdim? Ekran ko'rinishi hozir. Ekran ko'rinishi. Hop. Ekranimni yoqolmadim hozir. Share screen. Ekran ko'rindimi hammaga? Ekran ko'rinib turgan bo'lsa, hozir bitta ko'rinibdi. Hozir bitta mana shu asos vositamizni qabul qilishdan chiqib ketishgacha bo'lgan jarayonlarda qanday shotlardan foydalanishimiz kerakligini bitta ko'rsatib o'taman. Boshqa biror klient nomidan kirib ko'ramiz. Mana bitta klient nomidan men kepingga ochdim. Asos vositamizga qanday yo'llar bilan kirim qilamiz? Asos vositamiz mana asos vositalarimiz menusini ochdim. Umumiy ma'lumot, hisob kitoblar, kirim, komplektatsiya har bittasi bo'yicha qisqagina ko'rsatib o'taman. Kirim qilish bo'yicha agar shot faktori bo'yicha kirim qiladigan bo'lsak, kiruvchi shot fakturamizdan provodga berishimiz kerak bo'ladi 0820 ga. Misol uchun mana shu bitta mana shu qiymatlikni biz asos vosita deb hisoblaylik. Shuni asos vositaga buxgalter provodkasini beramiz. Asos vositalarimiz 0820 shot orqali kirim bo'ladi. Shartnomasini shakllantirib olamiz. Mana shu yerga 0820 shotini bersak, bizga asos vositamizga mana shuni FM dasturiy ta'minoti FM deb qo'ying, ya'ni yo'q. Test rejimdagi asos vositamiz. Test degan nomdagi asos vositamizni mana qabul qildik. 0820 shotimizga qabul qilamiz asos vositalarimizni. Maydon to'g'riligi qayta qolib ketdi. Nimadir noto'g'ri qildim. Boshqatdan kirib ko'ramiz. Bor 0820 maydon to'g'riligini tekshiring. Oddiy javobgar shaxs joyida. Xo'p, boshini deb ko'raylik. Boshqa klientimdan ko'ramiz. Buni muddat tugab qolgan bo'lsa kerak. Yo'q, buni ham muddat tugagan. Mana asos vositaga saqladik 0820 ga mana shu nomdagi. Endi buni buxgalteriya balansimizda ko'rishimiz ham mumkin, saqlanganlik to'g'risida. Buxgalteriyamizda mana 0820 da biz kiritgan ma'lumotimiz saqlanadi.
mana shu yerda 32 ming so'm, 32 million so'mlik asosiy vosita kirim qilingan, hali foydalanishga berilmagan. Sababi 08 da qolib ketgan, mana 1,250 ming so'm summamiz turibdi. Qolganlari foydalanishga berilgan. Mana bu ketgan, mana bunisi biz hozir kiritgan asosiy vositamiz 0820 shotimizda turibdi. Endi biz buni asosiy vositaga qabul qilamiz. Hozir bergan provodkamiz bu debit 0820, kredit 6010 bo'lib shot fakturamizdan kirib keldi. Endi 0820 dan 01 ga asosiy vositani kirim qilishimiz kerak. Buning uchun asosiy vosita menyusiga kiramiz. Kirim menyusidan qo'shish qilamiz. Mana bizning qo'shish formasi ochildi. Mana shu yerda biz mana bu shotni 0820 shotini tanlasak, bu yerda mana ostatkada, ya'ni 0820 da qolgan qancha 100 dona borligini ko'rib turibdi. Biz hozir mana shu 100 dona desak, 100 dona asosiy vosita tayyorlab qo'yadi. Yaxshi bo'ldi 100 donaligi. Endi buni bir donaga aylantirish, ya'ni komplektatsiya qilish, ya'ni amaliyotda tushiradigan amallardan biri har xil bo'limlar bilan keladigan asosiy vositani bir donaga aylantirib olish uchun mana shu komplektatsiya menyusidan foydalanamiz. Mana shu 100 donani bir dona asosiy vosita qilib olamiz. Boshqa amallar ham bor. Qandaydir uskunalar jami yig'ilib bitta asosiy vositani tashkil qiladi. Xuddi shunday amalni bajarishda mana shu menyudan foydalanib olamiz. Asosiy ombor 0820. Mana buni tanladik. Asosiy vositaning nomlanishini, miqdorini bitta qilib oldik. Hozir sana boshqa omborda shekilli ko'rinmadi. Mana 100 dona asosiy vositamizni hammasini chiqaryapmiz. Bizga bir dona bo'lib mana qaytib kirib kelyapti. Bir dona asosiy vosita bo'lib qaytyapti. Mana shuni bossak bizga bir dona asosiy vosita bo'lib qoladi. Endi bemalol bir dona asosiy vositani kirim qilishimiz mumkin bo'ladi. Kirimga o'tamiz. Qo'shish tugmasini bossak bizda xuddi shu 0820 da endi bir dona asosiy vosita hosil bo'ladi. Mana shuni kirim qilamiz. Mana bir dona bo'ldi. Buni mana bu yerda shotini ko'rsatyapti. Agar biz buni uskuna deydigan bo'lsak 0130 ga olishimiz kerak. Yo bir mashina transport deydigan bo'lsak 0160 ga yoki mebel bo'lsa 0140 keraklisini tanlab olamiz. Misol uchun bizga mana boshqa asosiy vositalar, mana yuqoridagilardan tashqari bo'lgan asosiy vosita deb hisoblaymiz. Mana shuni olamiz va qaysi bo'limda ishlatiladi. Agar ma'muriyat bo'limiga, ya'ni boshqaruv bo'limiga ishlatiladigan asosiy vosita bo'lsa, ma'muriyat tanlashimiz kerak. Yoki ishlab chiqarishda to'g'ri foydalaniladigan bo'lsa, ishlab chiqarish bo'limini tanlashimiz kerak bo'ladi. Mana bizga to'g'ridan-to'g'ri tanlab berdi. Biz mana bu shotini tanlaganligimiz uchun 0190 ga taalluqli bo'lgan asosiy vositalarimizga eskirish qiymati 15% dan hisoblangani uchun tizma-avtomat ravishda qo'yib berdi. Mana buni saqlasak bizga asosiy vositamiz 01 ga foydalanishga qabul qilingan bo'ladi. Mana umumiy ma'lumotga o'tsak bizda endi mana shu asosiy vositamiz ko'rinadi. Mana qo'shildi 0190 shotimizga 1,250,000 so'm narx bilan qo'shildi. Hisob-kitob menyusida barcha shu asosiy vositamizni to'g'ri hisobotlar ko'rinadi. Qabul qilinganligi, eskirish hisoblanish barchasi mana shunda ko'rinadi. Endi mana shularga eskirish hisoblamoqchi bo'lsak, eskirish hisoblash menyusidan bir dona tugma bosish orqali bir oylik eskirishni hisoblasak bo'ladi. Mana shu yerda mana bir marta bosaman, mana eskirish yanvarga hisobladi. Yanvarda asosiy vositamiz yo'q ekan, 0 chiqyapti. Har bir oy uchun bittadan bosib qo'ysam, shu asosiy vositaga eskirish hisoblab beradi. Mana hozir biz noyabrda qabul qilganligimiz uchun noyabrda biz yangi asosiy vositamiz bo'yicha eskirish hisoblaydi. Mana 15-dan sanadan keyingi sana bo'lganligi uchun noyabrga hisoblamadi, dekabrga hisobladi. Mana dekabrga o'tsak, biz hozir qabul qilgan asosiy vositamizga mana eskirish hisoblab berdi. 0290 ga eskirish hisoblab berdi. Kirim qilganimizda 08 bo'ldi. 08 dan asosiy vosita olganimizda debet 0190 qo'ydik, kredit 0820 bilan asosiy vositamiz foydalanishga qabul qilindi. Eskirish hisoblanishi bo'lsa, mana ko'rib turibsizlar, debet 2010, kredit 0290 shotimizga eskirish hisoblanyapti. Buxgalter provodkasi mana ko'rinib turibdi. Yana savollarni ko'ramiz. Asosiy vositani qaysi usulda eskirish hisoblagan to'g'riroq? Xo'p, asosiy vositani eskirish
hisoblashni turlari bor, videoda ko'rsatganman. 4 xil usuli bor. Lekin asosiy yaxshi usuli, to'g'ri usuli, to'g'ri chiziqli usuli bo'ladi. Chunki bu usulni kodeksda aytib o'tgan. Mana shu usulda hisoblansa, soliqda hisoblash, soliq hisobiga ham to'g'ri keladi. Sababi agar ko'proq hisoblab qo'ysak, biz tannarxini suvni oshirgan bo'lamiz va chiqadigan foydamizni kamroq chiqarib qo'ygan bo'lamiz. Bu soliq tomonidan qaraganda foydani yashirish bo'ladi va hisoblangan ortiqcha hisoblangan asosiy fasli eskirishiga ham soliq hisoblashimizga to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun hech qanday ortiqcha savol-javob hisob-kitoblar bo'lmasligi uchun to'g'ri chiziqni tanlagan ma'qul. Asosiy vositadan foydalanish muddati tugagandan keyin undan yana foydalanish mumkinmi? O'shanga qanday ishlar qilinadi? Tabiiyda savollarimiz qolib ketibdi. To'g'ri. Xo'p, asosiy vositamiz foydalanish muddati tugadi. Misol uchun, asosiy vositamiz nima deylik? Kompyuter qo'yganmiz deylik. Kompyuterimizni o'sha 5 yilgami, 5 yilgami, 8 yilgami foydalanishga qo'yganmiz. 5 yilga deylik. 5 yil o'tib ketdi. O'tgandan keyin ham kompyuterimiz ishlab turib foydalanyapmiz. Bu hech qanday ortiqcha hisob-kitob talab qilmaydi. Faqat mana shu ishlatayotgan asosiy vositamizga eskirish hisoblash to'xtatiladi. Sababi 100 foiz eskirgan, bundan buyog'iga eskirish hisoblanmaydi. Ya'ni agar mana shu orqali erishilayotgan tovar xizmatlarimiz tan narxi eskirish hisoblanmagan hisobiga tan narxi kamayadi. Endi bu muddatidan ko'proq xizmat qilish uchun asosiy vositalarga ularni ta'mirlash ishlari olib boradi ko'proq. Agar kattaroq uskuna bo'ladigan bo'lsa, ularga ta'mirlash uskunalari joriy ta'mirlashlari hech qanday ortiqcha haligi to'ldirmaydi, eski hisoblashga ta'sir qilmaydi. Ya'ni joriy ta'mirlash xarajatlari xarajatga olib boriladi va xarajatda tan olib hisobidan chiqib ketadi. Moliya natija to'g'risida hisobotda chiqib ketadi. Agar kapital ta'mirlaydigan bo'lsak, ya'ni biz ta'mirlaganimiz natijasida asosiy vositamizni foydalanish muddati ortsa, tezligi ortsa, quvvati ortsa, mana shunday natijalarga erishadigan holatga keladigan bo'lsa, ushbu qilayotgan xarajatlarimiz, ya'ni shu ta'mirlash xarajatlarimiz asosiy vosita narxiga qo'shiladi va unga eskirish hisoblash davom etib ketadi. Eskirish hisoblashimizni narxini oshirib beradi. Savol berishingiz mumkin. Hop, yana bir savol kelyapti, eshitamiz.
ishlab chiqarishdagi asosiy vosita boshqacha ya'ni quvvat hisobiga olinib hisoblanadi dedingiz. Mikser ham kiradimi shu asosiy vositaga? Katta mikser uni eskirishini qanaqa hisoblayman? Xo'p. Mikser bu endi qurilish tashkilotlarida ishlaydigan o'sha beton mahsulot tashiydigan mikser nazarda tutayotgan bo'lsangiz, bularni ham xuddi shunday tartibda hisoblasa bo'ladi. Asosan bunday eskirishlar qurilish tashkilotlarida yoki katta uskunalar ishlaydigan tashkilotlarda foydalaniladi. Biz qurilishda deylik, misol uchun qurilish jarayoni yakunlanayotganda ikki smenalab ishlashadi kerak bo'lsa, mana shunday paytlarda xuddi mana shunday texnikalarimiz mikser yoki boshqa qandaydir kran, katta transportlar ya'ni ortig'i bilan ishlaydi, normadan ko'ra ko'proq ishlaydi. Sababi o'sha qurilish muddati tugayotgan paytda tez ishlashga to'g'ri keladi yoki qandaydir qo'shimcha ishlar chiqqan hisobiga ko'proq ishlashga to'g'ri keladi. Ana shunda ularga ishlab chiqarish quvvati bo'yicha eskirish hisoblashga o'tishadi. Eskirish hisoblanishini ko'proq hisoblab kerakli natijaga erishish uchun. Bunda ularni eskirish hisoblashga oladigan quvvati ularni o'sha motochasi deydi. Motochasi yoki yuk tashish bo'yicha tonna kilometr hisobida hisoblashadi. Mana shunga qarab turib belgilangan normaga asosan ularni eskirishini hisoblash mumkin bo'ladi. Oddiy to'g'ri chiziqli tartibda hisoblagandan ko'ra ko'proq eskirish chiqadi. Ya'ni o'sha bajargan ishga nisbatan eskirish hisoblanadi. Bunday hisoblash ham mumkin, amalda bor, lekin baribir hisoblagan, to'g'ri chiziqda hisoblagan soliqdan ko'ra ortiqcha hisoblangan eskirish summasiga foyda solig'ida soliq tortish kerak bo'ladi. Yangiroq asosiy vositani sotishni ham batafsil aytib o'ting. Yangiroq asosiy vositani sotish. Xo'p, hali to'liq eskirmagan asosiy vositani sotishni nazarda tutayotgan bo'lsangiz, misol uchun biz asosiy vositamiz bor 100 millionlik. 5 yilga eskirish hisoblashimiz kerak, 5 yil muddati bor, lekin biz 2 yil foydalandik va endi uni sotmoqchimiz. Bunaqa asosiy vositalar asosan qanday bo'ladi? Tez eskiradigan asosiy vositalar bo'ladi. Misol uchun hozir elektronika jihozlari tez eskiradi va yangisi chiqadi. Ma'naviy eskirib qoladi. O'zi moddiy eskirguncha ma'naviy eskirib bo'ladi. Xuddi shunday asosiy vositalarimizni hali eskirish tugamasdan, foydalanish muddati tugamasdan sotib, unda yangisi keladi. Boshqa asosiy vositalar xuddi shu kabi 2 yil misol uchun 100 millionlik asosiy vositamiz bor. 2 yillik foydalandik, 40 million eskirish hisobladik, 60 million hali eskirish hisoblanmagan holatda turibdi. Buni sotmoqchimiz. 100 million asosiy vosita, 40 million nollikda eskirish hisoblab qo'ydik. Endi sotyapmiz. Shartnoma asosida sotayotgan bo'lsak, agar uni dastlab baholab olsak, aksiyonchilar tomonidan baholab beradi. Bozor bahosini baholab bergan bahosi bo'yicha sotishingiz ham mumkin yoki shartnomada kelishgan bo'yicha naqdga sotish ham mumkin bo'ladi. Sotayotganimizda agar 60 million so'mga sotilsa, hech qanday daromad xarajat ko'rilmaydi. Sababi o'zi 60 million so'm narxiga tushib qolgan balans qiymati uni o'shanga sotilyapti. Faqat orada indeks hisobiga narx ozgina o'zgaradi. 60 million ustiga indeks qo'yib sotiladi. Agar qimmatroqqa sotilayotgan bo'lsa, shu 60 milliondan ortgan qismiga foyda solig'iga daromadga boradi, daromadga tortilib ketadi, daromad solig'iga. Agar kam sotilayotgan bo'lsa, kam sotilganini sababini ko'rsatib o'tish kerak bo'ladi o'zinglar uchun. Qachondir tekshirib kelsa, misol uchun o'sha 160 million so'mlik asosiy vositangizni 10 million, 20 million sotib yordingiz, nega degan savol tug'iladi baribir hammada. Shubhali holat bu. Shuning uchun buni asoslantiruvchi hujjat qo'yganingiz ma'qul o'zingizga. Transport bo'ladigan bo'lsa, o'sha qandaydir urilgan bo'lib qolish mumkin. Shu to'g'risida aktlarni joylab qo'ygan tinchroq. Yoki qandaydir o'sha baholovchi tomonidan o'sha arzon baholarga baholandi degan hujjati bo'lishi kerak. Mana shu hujjatga asosan sotildi degan asosni qo'yib bemalol sotsangiz bo'ladi. Shotlar misolida aytadigan bo'lsak, asosiy vositamizni sotayotganimizda dastlab 92.10 shotimizdan chiqib ketadi. Chiqib ketishi asosiy vosita dastlab 0.1 chiqib olamiz. 0.1 shotimizdan kreditlanadi, 92 ga debitlanadi. Uning eskirishi 92 da kreditlanadi, 02 da debitlanib shotlar yopiladi. 01 02 shotlarimiz va ular barcha daromad xarajatlarimiz 92 da qoladi.
92 da ortiqcha bo'lgan kreditda qolayotgan summamiz bizning daromadimiz bo'ladi. Agar debitda qolayotgan bo'lsa, u bizni asosiy vosita sotishdan ko'rgan zararimiz hisoblanadi. Zarar foyda solig'ida tan olinadimi? Tan olinadi. Tan olinadi, ko'rsatib ketaverasiz bemalol. Asosiy vositadan foyda ko'rsangiz, albatta ko'rinadi. Sotgan asosiy vositangizga short faktura berasiz, short fakturangiz avtomatik ravishda o'zi foyda solig'ida, endi qo'shimcha qiymat solig'i hisobotlarida aks etadi, ko'rinadi. Zarar bo'lsa ham baribir short faktura berasiz. Bergan short fakturangizga asosan daromad qismi boradi o'zi. Uni xarajat qismiga siz asosli ko'rsatasiz asosiy vositangizni. Undan tashqari boshqa holatlar ham bo'lishi mumkin. Agar hisobdan chiqarish bo'ladigan bo'lsa, boshqa holatlarda, ya'ni ko'zda tutilmagan holatlar natijasida foydalanishga yaroqsiz bo'lib qolishi mumkin. Shu orqali ham hisobdan chiqarilsa bo'ladi. Albatta sotish orqali hisobdan chiqarish bitta yo'li bor emas, boshqa yo'llar bilan chiqib ketish mumkin. Undan oldingi savolimizga yana to'liqroq ma'lumot berib o'taman. Ya'ni mikser bo'yicha eski hisoblash qanday hisoblayman deganlarga yana to'liqroq ma'lumot beraman. Ana shu mikser qurilish tashkilotlaridagi mana shunday texnikalarimizni o'zlarini 1 yillik normasi bor, eskish normasi bor. Ya'ni 1 yilda yoki 1 yilda xizmat qiladigan o'sha parametrlari bor. O'sha motochas yoki tonna kilometr to'g'risidagi ma'lumotlari bor. Mana shu 1 yillik normasini olib, shu 1 yillik normasiga nisbatan qancha ishlagan bo'lsa, mana shunga yarasha qismini proporsional ravishda eskish hisoblasangiz bo'ladi. Aytaylik, o'sha mikser 1 yilda misol uchun 30 ming motochas ishlash kerak. 1 oyga bo'lganimizda misol uchun 2,5 ming motochas bo'ladi deylik. 2,5 ming motochas ishlash kerak edi 1 oyda. U 2 smena 3 smena ishladi va o'sha yerda 2,5 ming emas, 4 ming 5 ming motochas ishladi 1 oyda. Demak, 1 oylik normaga nisbatan 2 barobar ko'p qilgan bo'lsa, eskirishi ham 2 barobar hisoblanadi. Hisoblash formulasini aytyapman. Mana shunga yarasha qilib formula qo'yib olsangiz, bemalol qancha hisoblanish kerak to'g'risidagi ma'lumot olishingiz mumkin. Xo'p, savol bo'lsa berishlar mumkin yana. Ishonchnoma. Tinglovchilarimiz bugun ozroq, shunday bo'lsa ham balkim vaqti yo'qdir, balkim boshqa ish qilayotgandir, balkim bilmay qolgandir. Vebinarimiz videosini guruhga qo'yamiz. Qatnashamay qolganlar qayta ko'rishlari mumkin bo'ladi. Savollarni yana yozishlari mumkin. Vebinardan keyin ham javob beramiz.
Xo'p, tinglovchilarimiz, 10 minut vaqtimiz qoldi. Soat 4da bemalol biz yakunlaymiz. Mana qisqa vaqt qolibdi. Agar asosiy vosita bo'yicha savollar bo'lmasa, o'zinglardagi boshqa mavzudan tashqari savol bo'lsa ham berishlar mumkin. 10 minutda hech bo'lmasa yana bir foydali ma'lumot berib qoladigan umiddaman. Savollar bo'lsa berishlar mumkin, darsdan tashqari bo'lsa ham. Yillik foyda solig'ini to'ldirishda yordam so'rasam bera olasizlarmi? Nafaqat yillik foyda solig'i, balansingiz bo'yicha buxgalteriya yuritish yo'lidan hisobot topshirgungacha bo'lgan, godovoy отчетlargacha bo'lgan qanday yordam olsa bemalol murojaat qilishlar mumkin. Bitta sizga emas, hamma uchun har qanday buxgalteriya bo'yicha savollar bo'lsa, hisobot topshirishda, buxgalteriya yuritishda, hujjatlashtirishda, boshqa eksport import ma'lumotlar bo'yicha har qanday savollar bo'lsa buxgalteriyaga berishlar, mana shu gruppaga olishlar mumkin, javob beramiz. Agar amaliy yordam keladigan bo'lsa, vaqtiga qarab bemalol ulanib, отчетlarni birga ko'rishimiz ham mumkin. Tortinmasdan bemalol so'rashlar mumkin bo'ladi. Yana bir savol kelyapti. MCH qurish firmasi qanaqa hisobotlar qiladi? Xo'p, qurilish tashkilotlari albatta birinchi o'rinda shaqqi bo'yicha daromad solig'i, qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi bo'lsa qo'shimcha soliq to'laydi, foyda solig'i to'laydi choraklikda, yillikda balans forma 1, forma 2 topshiradi. Bundan tashqari soliqdan tashqari boshqa korxonalarga ham, boshqa tashkilotlarga отчет topshiradi, davlat tashkilotlariga. 1% NPS topshiradi, har oylik o'tkazgan pullari bo'yicha statistika ma'lumotlarini topshiradi, ekologiyaga ma'lumot topshirishadi, hisobot topshirishadi, oylik, yillik hisobot bor ekologiya uchun. O'zidan o'sha yana qaysi tashkilot hisobotlari bor. Ya'ni qurilishga taalluqli bo'lgan statistikada adashmasam 2 dan 3 dan hisoboti bor, kvartallik hisobotlari bor, uni topshirishlari kerak. Oylik hisobotlari ham bo'lishi kerak. Agar oborati katta bo'lsa, ko'p qurilish qilayotgan bo'lsa, ya'ni ularda yana qo'shimchasiga hisobotlar bo'lishi mumkin. Faoliyatdan kelib chiqib, ularni o'sha iqtisodiy tutgan o'rniga qarab hisobotlari ko'payishi mumkin. Asosiylari mana shular. Shaqqi bo'yicha NDS, foyda, forma 1, forma 2, NPS hisoboti, mehnat uzi albatta, mehnat uzida kirim chiqimlarni yuritish kerak albatta, forma statistika отчетлari, ekologiya. NDS to'lovchi bo'lganligi uchun boshqa soliqlar ham bo'lishi mumkin. Ya'ni yer solig'i, suv solig'i, mulk solig'ini ham agar foydalanuvchi bo'lmasa ham nol qilib topshirib qo'yish kerak bo'ladi.
dars videosi saqlanadimi? Juda kerakli ma'lumotlar beryapsiz. Albatta, videosini saqlab guruhga tashlaymiz. Qayta ko'rishlar mumkin, qatnasha olmaganlar ham qayta eshitishlari mumkin bo'ladi. Video saqlanyapti. Albatta darsdan keyin, tugagandan keyin, yakunlagandan keyin guruhga qo'yamiz, bemalol qayta ko'rishlar mumkin. Vaqtimiz oz qolyapti. Savol bo'lsa beringlar, javob berib ketaman. Vaqtimiz yakunlanyapti. 2 minut qoldi. Savol bo'lmasa darsimizni yakunlayman. Bundan keyin savollar tug'ilib qolsa ham bemalol yozishlar mumkin, javob beramiz. Buxgalter hisobli standartining 5-sonli qismini ham gruppaga joylaymiz. Asosiy fasl to'g'risidagi BXMSni ham joylab qo'yamiz. Undan ham bemalol foydalanishlar mumkin bo'ladi. Darsning PDF shaklini tashlab qo'ydik. Qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa, qo'shimcha ma'lumotlar, foydali ma'lumotlar menusiga ham tashlab boramiz. Barchaga rahmat, aktiv bo'linglar. Webinarimizni yakunlayman. Sog' bo'linglar.